ibratli, ma'noli so'zlar yozilgan-ku, go'zal o'ylar, shunaqa gaplar aytiladi-ku. O'shalar bekorga aytilmaydi-da. Shuning uchun kim nimadan hozir ayta oladi, kichkinagina bo'lsa ham, kim nimadan qo'rqadi? Shuni qanaqa qilib yaxshi narsaga aylantirib tortib olish mumkinligi haqida men sizga ozgina o'rgataman. Yoki перепульсовка desa ham bo'ladi buni. Osonroq qilib, agar bironta nimadandir qo'rqaman, shunaqa bo'lmasligi desangiz, o'shani o'zimizga o'girib tortib olishimiz uchun sizga misol qilib ko'rsataman, anaqa qilaman. Misol qilib beraman. Yoki ko'p o'ylaydigan narsangizni aytsangiz ham bo'ladi. Mana shu narsani ko'p o'ylayman, hech bir shunaqa bo'lmasin-da deb o'ylayman degan narsangizni aytsangiz ham bo'ladi. Zarnigor aytasizmi? Yo'q deyilishdan, rad javobni olishdan qo'rqasiz. Keyin bilasizmi, ahamiyat berganmiz, shunaqa qo'rqqan saringiz haqiqatan ham yo'q deyishlari mumkin yoki shunaqa narsa ko'p uchragan. Shunday bo'lgan, keyin yaxshi narsalarim bilan ko'ra o'ylagan qo'rqqan narsalarim bo'lgandi. Vot. Demak, siz qo'rqqan narsangizni tortib olar ekansiz. Siz shuni bilingki, har birimizda tortib olish kuchi juda ham kuchli va har birimizda bor. Endi nima qilasiz? Mana shu qo'rqqan narsangizni uni o'rnida nima bo'lishni xohlardingiz? Shuni ham bir o'ylab ko'ring. Yo'q deyishdi, yo'q degan so'zni olib tashlangda, ular sizga biror fikr aytganda, siz ularga biror fikr aytganingizda, ular o'zini qanaqa tutishlarini xohlardingiz? Tasavvur qiling, bizning lug'atimizda yo'q degan so'z yo'q. Shuni o'rniga boshqa narsa oling. Yordamlashib boraman. Xo'p deyishlarini, sani fikringga qo'shilamiz. Gapir, sani qanaqa fikring bor yoki sani fikringni kutib turgandik, fikringni bilmoqchi edik. Sani fikring biz uchun juda ham muhim. Sani fikringsiz biz qanaqa yo'l tutishni bilmay turgandik. To'g'rimi? Bo't. Mana shunaqa so'zlarga o'zgartirib olasiz. Bundan keyin har bitta siz bilingki, sizda tortishish kuchi bor, tortishish qonuni ishlaydi. Umuman istalgan qonun ishlaydi va ishlab kelgan. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ishonamizmi, ishonmaymizmi, bu qonunlar bor va ishlaydi. Men avval ham aytganman, to'g'rimi? Shunaqa ekan, uni biz o'zimiz xohlagan tarafga yo'naltirib olishimiz mumkin. Bizni foydamizga ishlaydigan qilib aylantirib olishimiz mumkin. Demak, qonunlar ishlasa, biz o'zimiz xohlagan tarafga aylantira olsak, demak biza ssenariy tuzishga ham nima qila olamiz? Haqqimiz bor. Ya'ni tuza olamiz. Ssenariyni xohlagancha ijod qilib tuzishingiz mumkin. Hozir qanaqa holatingiz?
va qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Tuzing, almashtiring va diqqat markazingizni o'zingiz tuzgan ssenariyda ushlang. Va shunaqa tuzingki, endi bo'layotgandek, shu narsa bu bo'ldi deb emas, hozir bo'layotgandek, вот начинается deydi-ku. Xuddi shunaqa, hozir bo'layotgandek tuting. Chunki agar bu bo'ldi deb ishlasangiz, ongostiga farqi yo'q. Biz buni yashab o'tibmiz. Bizda shunaqa narsa bor ekan deb o'shanga erishgandek tutadi o'zini. Siz shunaqa holatni ushlanki, shu tuzgan ssenariyingizda. Mana hozir bo'lyapti. Hozir boshlandi. Hozir shu anaqa nima edi? Hozir shu ijobat bo'lishni boshladi. Hozir shu ro'yobga chiqishni boshladi. Mana shunaqa holatni ushlab olishingiz kerak. Mana shu holatni kengaytirishingiz kerak. Mana shu holatga kuch berishingiz kerak. Mana shu holatni kengaytirishingiz kerakki, u sizni hayotingiz poyasiga kirib kelsin. Xohlamagan narsangiz emas. Xohlagan narsangiz.